Bugungi qahramonimiz ajoyib xonanda, dilkash yigit Bekmurod Jo'rayev. O'rganib qopsizda, hozir kirib kelib. Ha, tandir qani dedingiz-ku. Pishayapti. Xizmatlarga borsam, aka yoningizda borib kelay, o'zim oldingizda yuray deb oqibat qiladi. Butun san'atkorsiz, o'zingizni go'zal ijodingiz bor, o'zingizni bir go'zal yo'lingiz bor. Sizni ham ko'p voqealaringiz tragediya bilan tugaganda. G'anim emas do'st aldagan chog', alam qilar odamga ko'proq. Shahrisabzdan bir o'rtog'i telefon qilib, Olimjon aka, bitta osh bor, Ko'xnurga yozib qo'ying desa, Toshkentdagi hali Chilonzor yopilib ketdi, Ko'xnur degan to'yxonani yozib qo'ydi. Bugun to'y bo'lish kerak edi. Biz aytilganmiz to'yga. Ha, aytilgansiz. Bekmurodjon 1 yil oldin 25-oktyabrda ishida xizmat qilgan edingiz shu xonadonda. Eslab bugun 19:00 da Sevimlida tomosha qiling.